Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Mana bugun biz Nohay Nosir Xusrav Varashilov qishlog'idamiz. Bir akamiz murojaat qildi. Короче, juda qiynalib qolgan ekan akamiz. Shu murojaat uchun keldik do'stlar. Shu videomizni ko'rishdan oldin bir dona like va podpiska bo'lishni unutmaymiz. Kimdan kim reklama qilmoqchi bo'lsa, motion, uy, masalan, tamarqat sotaman dedimi, nima reklama qilmoqchi bo'lsa, shu telefonlar nomerlarni aytib o'tamiz. 988 82 68 26 shu nomerga murojaat qilingizlar do'stlar. Akamiz murojaat qildi. Hozir ko'rsatamiz akamni sharoitlarini, uy sharoitlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, Baxtiyor akamizni uylari. Короче, qiynalib qolgan vaqtshimam. Mana uylarni qarang, qaysi holda yotibdi. Shipirlarni sotibdi, taxtalarni sotibdi. Pul yo'qlikdan o'zi kasal ekan, jiragidan kasali bor ekan, короче, 4 yillar bo'lgan ekan. Rossiyaga borib ham qaytib kelgan ekan, o'zi Rossiyaga borib ishlamay jiragidan muammosi bor ekanda, короче, ishlamay qaytib kelgan ekan. Akamizga bir qo'ldan kelgancha harakat qilib yordam qilaylik do'stlar. Mana bir xona uyga o'tiribdi hozir, shu bir xona uyga. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Befarq bo'lmangizlar do'stlar. Sizlar bunga birini bersangiz, Xudoyim sizlarga mingini beradi. Mana uy sharoitini qarangizlar, mana ki. Qarshi doktorga borib ko'rinish kerak ekan, nimasi yo'q ekan. Men tandiri, mana o'chog'i. Pulim yo'q shunga dedi. Mazam bo'lmayapti dedi. Bundan keyincha harakat qilaylik do'stlar, shu doktorga borib bir ko'rinsin, akam bir nima qilsin. Bara sharoitlari ham qiyin. Befarq bo'lmaylik. Masalan, pul taylamaslarida kommentariyga Xudo shifo bersin deb yozingizlar, shu katta gap. Sizlarga. Mana ki. Ko'rdingizmi? Uyning shifrlari yo'q. Hammasini nima qilgan? Mana yaxshi ko'ringizlar do'stlar. Hozir akamiz bilan suhbat qilamiz. Ha, nima sababdan betib qolgan ekan akamiz? Biz nimaga tushib qolgan? Keling aka. Mana akamiz o'zi keldi. Aka, nima sababdan siz betib qoldingiz? Ayting qani murojaatingizni. Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan vatandoshlar. Yaxshimisizlar? Men shu kasalligim tufayli shunday ahvolga tushdim. O't xalta organizm pristib beradi. Yuragim silavi. 4 yildan beri lechina olaman. Moddiy tomondan bankdan qarzlarim ham bor. Hamma narsani shu og'ir vaziyatda uylab, shu ahvolga tushyapman. Yuragim sanchib pristib berib qoladi, o't xaltam ham qattiq shamollab ketgan, doktorga ko'rinalganim yo'q. Bor topganim qarzlarga ketyapti. Rossiyaga bora olmayman. Ishlamay Rossiyadan ham qaytib kelganman. Og'ir ish qila olmayman, aziz do'stlar, aziz aka-ukalar. O'zim antena sozlab kunda o'tkaryapman. Antenadan tushgani ro'zg'orga ketyapti. Qarzlarga, kasalchiligimga hech ishlata olmayapman. Ya iltimos qo'llaringizdan kelsa yordam qo'lini o'zingizdan, men ham nasib bo'lsa o'zimni o'ngarib boyib kelsam, men ham sizlarga yordam qilaman, xizmat qilib yoraman. Men ham mana antenadan ham sozlab xizmat qilib yoraman. Men ham xalq xizmatiga tayyorman. Og'ir kunimda yordam qilingizlar aziz aka-ukalar, do'stlarim. Ha, jiyan, nima sen bunchasi g'amgin sen? Gapir qani. Assalomu alaykum musofirdagi akajonlarim. Iltimos daramga yordam qilingizlar. Yuragida kasali bor. Uyda jihozlarni sotdik, lekin pul yetmayapti. Endi sizlardan yordam kutamiz akajonlar. Iltimos yordam qilingizlar. Hech bo'lmasa mana shu go'dakka do'stlar, shu go'dakka ramlangiz kelsin. Iltimos sizlardan shu go'dakka. Qiynalgan holda ekan, keldim o'zim. Masalan, bir
qarangda endi bu masalan qarangizlarda o'zlaringiz vashshum aknar qo'lida hammasini sotgan ishonmasangiz mana aka ko'ringizlar do'stlar. Taxta shifrlari yo'q, vashshum hammasini sotgan ekan. Ya bankdan ham krediti bor ekan, qarzi bor ekan. Ishi ham kelibdi, nima qildi dedi. Baxtibek aka, mana kartangiz bormi? Ha, kartam bor. Dushamsitimi nima? Himoyam bor, dushamsiti ham bor. Dushamsiti himo kartangiz bor, ha? Hozir akamizni karta nomerlarini ekranga qoldirib qolamiz. Dushamsitisini ham, himo kartasini ham do'stlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, yordam qilamiz akamizga. Hammalaringizni musofirda yurgan aka-ukalarimizni Allohning o'zi asrasin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar do'stlar. Yangi videolarda yana kutib qolasangiz.